Men ishga kirib chiqsam, bir piyola choy ichib chiqsam, ungacha siz boyagi muxlislarni Choy ichasanmi yo kiyim almashtirasam, ochiqni aytur. nima qilay qolasiz? Siz mana keyin chiqaman. Menga farqi yo'q. Chiqsang, men aytadi, tomoshalar rosa past bola ekan deydi. Shuncha to'y yuradi, kuniga 5-6 to'y, puli ko'p, kiyim kiyib chiqdi deydi. Almashtirib chiqib ko'rsin. Palon puliga tiktirib olsam, palon puliga olgansan endi. Challarga o'xshab chiqimda kerakli o'xshab. Ko'rinib, salom qilib. Shukrlar Isroilov, men ketdim hozir dabdalab chiqadi bo'lsa. Ja hammasini almashtirib yuborma, ey. Yaxshi yigit, baraka topsin. Sozandani qarang turishini biladi. Shunaqa aqlli. Mana Rossiyadan kelgan legioner. Futbolistlar chet eldan olishadi, xuddi shunaqa mana bu rossiyalik. Rus. Oting nima edi? Как тебя зовут? A? Sasha. Sobir qo'yapti o'zbekcha. O'zi Sasha Sobir deb ism qo'ydi. Musulmon dinini qabul qildi. Qabul qildingmi musulmon dinini? To'g'ri, endi hammasini emas. Ustani ko'rib ni qachutdi qasd. Mana deysiz, yaxshi yigit mana. Baraka topsin. Sozandalar zo'r Ulug'bek. Ulug'bek ko'ziga qarab turadi, ko'ziga. To'ydan keyin qo'liga qarab turadi. Baraka topsin, zo'r deb bo'ldi. Bir kuni xizmatdan chiqib kelyapsam, ko'cha Novoy ko'chasi turib to'planib, o'rtada Ulug'bek atrofni muzikantni o'rab olgan sozandalar. Hatto nima qilyapti bu to'ydan keyin xizmat haqqini beryapti shekilli desam, Latifa beryotgan ekan, Latifa. Latifa endi hali xizmat haqqini olmagan bolalar qarab turishdi Ulug'bek ko'zlariga mo'ltillab. Ulug'bek Latifa eshitdim, Latifaning na boshi bor, na oxiri bor. Endi qiziqchi o'zi san'atkor, Latifani men aytishim kerak. U ashula aytish kerak. Latifa aytib berdi, endi men kulmadim, tushunmadim bu to'g'risi. Bular endi shunday kulyapti, yotib olib endi. Mana shu bechora ham Rossiyalik kelgan, "Vaa!" deb kuladi. "Va, Ulug'bekga yomon qildingiz, rosa kulyapsiz" deb big'illab kulyapti hammasi qotib. Qarasam bitta bola kulmayapti, muzikanti. Mana sen ne kulmayapsan desam, menga nima deydi? Men Shahzodaning muzikantiman deydi. Baraka topsin, umri uzoq bo'lsin. Ana endi Ulug'bek Rahmatullayevni 4 ta ashaddiy muxlisdan taklif qilaman. Bormi? Ashaddiy muxlislar, yo katta yoshlilar, kichkinalar kerak emas, xafa bo'lmaylik, kichkina kerak emas. Katta yoshlilar, 4 ta oxir qatorlardan. 4 ta keling singlim. Qizlardan bormi ayollardan? Kim bor ayollardan? Keling ayollardan. Qizlar kerak emas, yoshlar kerak emas. Yoshlar kerak. O, kelinglar. Yoshlar kerak emas, 4 ta bo'ldi. Qizlar yana bitta bormi, kim bo'lsa ham ayollardan? Keling singlim, keling. Uy, shunaqa yugurib kelyapsiz. Balkondan tushdingizmi? Keling, turing, marhamat. Bu yoqqa o'tiring, qizlar bu yoqqa o'tiringlar. Bu yoqqa o'tiringlar. Keling singlim, keling bu yoqqa. Keling singlim, keling, xafa bo'lmang, mani yurib qo'yibsiz endi. Mani yurib qo'yibsiz, kelib qo'yibsiz mani. Kela qoling, bu yoqqa o'tiring. Juda yaxshi, ajoyib. Ismingiz nima edi? Jumagul. Nima gul? Jumagul. Jumagul, juda chiroyli. Qayerdan? Andijon shahridan. Ana Jasur sizga aytganmi? Oy, Saropani qizi Jumagul, siz emasmi? Shuni Andijondan keldingizmi? Malades, Jumagul. Sizga nima gul? Shamagulmi? Robiya. Robiya, qayerdan? Toshkentdan. Hop, qayerdan Toshkent? Qorasaroy. Qorasaroy, rahmat. Siz ismingiz? Zulxumor. Zulxumor, hop, qayerdan? Toshtirmadan. Astag'firulloh. Nechinchi kamera? Qo'yib yuborishdimi? Astag'firulloh. Toshtirmadan. Ey, Absattor, yaxshimisan? Nima qaraysan? Oting nima edi? Qobil. Ha? Qobil. Qobil, qayerdan? Toshkentdan. Atadan. Sevzor. Malades. Oting. Ikrom. Ajoyib. Qayerdan? Я из Казахстана. Ой, молодец. С Казахстана? С какой там? С вилаята? С города Шымкент. Шымкент. Молодец. А ты сам миллат? Чей? Qaysi millat? Я вообще узбек. Вообще узбек. А так? Вообще-то узбек, а так? А так тоже узбек. Вот так скажи, молодец. Салам алейкум. Ismingiz? İrfan, Irfan, qayerdan? Türkiye'den. Oo! Ulug'bek Rahmatullayev Turkiyalik muxlis. Turkiyadan kelibdilar, malades, İstanbuldan. Qoyilman. Ben hem Ulu Bey Rahmetullay'ın muhlisiman, hem sizde yakşı tanıyman, Men taniysizmi? Va, вообще zo'r. hem yakşı köremen.
Meni yaxshi ko'rasiz. Qoyilman lekin, bo'ldi. Olib ketasiz meni ham, olib ketasiz Turkiyaga, Istanbulga. Bo'ldi, meni yaxshi ko'rgan erkaklar o'zim yaxshi ko'raman. Marakatam. Что скажешь? Я хотел бы поблагодарить Улухбека Рахматуллаева за такие красивые песни. Казахстан мы любим очень, ценим, ждем, конечно, но Кырмызы Алма покоряет всех сердец казахов. Ташкент, вы лучшие. Молодчик. Молодчик. Tak, endi qizlarimizdan boshlaymiz. Oysar opaning qizi Jumagul. Nima kimmi? Mahfuz opam. Xo'p bo'ldi. Mahfuz opam qizlari Jumagul. Qaysi qo'shiqqa ijro beradilar Ulug'bek Rahmatullayev? Yog'ayotir. Yog'ayotir. Yog'ayotir? Nima yog'ayotir? Qorimi, do'limi, ha? Yomg'ir qo'shig'i ketdi. Yog'ayotir. Yana yomg'irlar lolalarga burkanar qirlar bahor fasli sevishmoq derlar sevolmadim sevmadim ammo muhabbat ham bo'ldi muammo. Muhabbat ham bo'ldi muammo. Молодец. O'sha zo'r chiqdi. Robiyaxon, qaysi qo'shiq? Tabib. Shifosini bersin, shifosini bersin. Marhamat. Tabib. Mikrofon boshlamaysiz, nima qilaman? Ha, naqlayman dedi bemor. Man davo istab borgan tabib o'zi ham bemor ekan. Dardlarini yozgan kitobi dastayu dasta ekan. Qarsa chalib qo'yinglar. Shifosini bersin. O'zi ko'rsatib oling o'sha tabibga bitta. Qani, keling bu yoqqa. Qaysi shular? Ziyoda bilan aytgan xayolim senda qo'shig'ini aytaman. Kim bilan aytgan? Xo'p, men Ziyoda bo'lib beraymi bo'lmasa? O'zi Ziyoda bo'laverasiz, ham Ulug'bek ham Ziyoda. O, вообще zo'r, двойной. Ketdi. Ziyoda bilan aytgan qo'shiq, qaysi qo'shiq? Oti nima uni? Xayolim. Xayolim sen. Xayolimsan. Hayolimni sen olding jonim. Sizlardan xayolimda tatarcha qo'shiq so'ragani yo'q sizlardan. Atati qilasanlar. Chalish bilasanlarmi o'zi? Challari. Hayolimni sen olma jonim. Qiynamasdan tezroq kelaver. Seni jonim men sog'indim sevgilim. Jonim, janonim. Hayolimni sen olma jonim. Jonim, janonim. Esingdami visol onlar? Xuddi o'zingiz konsertingiz bo'lganga o'xshaydi. Shu uchala qizlarimizga chiroyli konsert chalib qo'yinglar. Key Qobiljon. Qaysi qo'shiq Qobiljon? Ha? Chaqaloqlar, men yana keting. Bir beshiga olib chiqib bera qol, yotib olib yetasan. Chaqaloqlar. Qobiljon ijrosida. Qobil Ibrohim, marhamat. Aramaydi ko'zimdan yosh, neva berdi savdu bardosh. Aramaydi ko'zimdan yosh, neva berdi savdu bardosh. Borar yo'limni yor etding,
Bag'rimdagi mitti quyosh borar yo'limni yor etding. Bag'rimdagi mitti quyosh chaqaloqlar qo'g'irchoqlar qo'zichoqlar o'g'ilchoqlar elib bitti yuragimni kemirayotgan ohu ohlar chaqaloqlar qo'g'irchoqlar qo'zichoqlar o'g'ilchoqlar elib bitti yuragimni ezayotgan ohu ohlar. Necha yillar kutdim bolam, necha dardlar. Bo'l. Qobil bo'l, o'zing bas. Bo'l. Bo'l, qobil. Bo'l. Cho'chitib yubording chaqaloqlarni bolam. Bular cho'chib ketdi hech hammasi. O'ynanib ketdingizdan shunaqa ko'zingni yumib yetding. Ko'zingning oldida nima o'tdi men bilmadim. Cho'chitib yubording, ha? Bitta qaset chalib qo'y shu bolaga, malades. Baraka top. Men o'zim chaqaloq his qildim o'zimni. Baraka top. Qayerda bunaqa talantsanda, uka? Qayerda o'qiysan? Yo'q, oddiy o'qishda o'qiyman. Abdullabiyevda o'qiyman. Mamtami? Abdullabiyev Sog'bonda. Nima o'qish o'tdi Abdullayev Sog'bonda? Kasb-hunar. Kasb-hunar? Nima kasb? Mebel yo'nalish. Mebel yo'nalish? Sen o'sha mebelda ham uxlab etsang. Barakat. Nima qilasan to'yda? Nima qilasan? Yordamchi Abdulla Qurbonov bilan. Kim bilan? Abdulla Qurbonov bilan. Abdulla Qurbonov bilan birga yurasan. O'shancha ko'zing yumib yetyapsanmi? Barakat. Mana, oyoqqa o'tib turing. Keling. Oting nima edi? Ikram. Какой песню будешь исполнять? Кырмызы алма. Давай. Пой. Если можно, вот у Ингёшана. Kırmızı olma shirin bo'larkan, yarim oyi bir kun to'dim bo'larkan. To'ygacha sevgi, bu orzu havas, haqiqiy sevgi keyin bo'larkan. Kırmızı olma shirin bo'larkan, yarim oyi bir kun to'lim bo'larkan. To'ygacha sevgi, bu orzu havas, haqiqiy sevgi keyin bo'larkan. Спасибо. Молодец. Bo'ldi, stop. Chalib o'zallami? Uylanganmisan? Yo'q. Kim bilan kelding bu yoqqa? Вообще приехал один. Ha? Приехал один. Bitta o'zing kelding. Sevgan qizingni olib kelmadingmi? Там своя девушка, что такой пас? Bitta o'zing Chimkentdan. Молодец, mayli, zo'r qo'shiq, qirmizi olma. Haqiqiy sevgi keyin bo'lar ekan, to'g'ri. Keyin bo'ladi, to'ydan keyin. Mehmonimiz, turkiyalik mehmon bir chiroyli gardashga qarshi chalib qo'ysinlar. Efendim çok güzel seviyorum. Seviyorum efendim, seviyorum. Qaysi qo'shiq? Men ham Kırmızı Elma. Kırmızı alma. Ayting. Qani endi yaxshilab challan turkiyalik mehmon. Turkiyaga ketamiz birga. Kırmızı elma şirin bo'larkan, yarım ay bir gün dolin bo'larkan. Toy gece sevgi, bu arzu heves, hakiki sevgi keyin bo'larkan. Kırmızı elma tatlı olurmuş, yarım ay bir gün dolunay olurmuş. Düğüne kadar sevgi, bu arzu heves, hakiki sevgi sonra olurmuş. Guldiroz qarsigilar. Sovg'alar olib chiqinglar, sovg'alarni homiylarimizdan sovg'a olib kelinglar. Qizlarimizga mana shu 3 ta yigitlar, 3 ta qizlarga juda arzimas bo'lsa ham Ulug'bek Rahmatullayevni homiylaridan ajoyib sizlarga sovg'a mana sochni darina mazza qilib ichasizlar.
Mana Jumagul, Robiya, Tabib va tezsiz qilinglar, tezsiz bo'linglar. Mana sizga отдельно. Mana. Marhamat. Ajoyib. Juda yigitlarimizga. Ibram, mana turkiyalik mehmonimizga, do'stimizga qarsak chalib turinglar, qarsak chalib qo'yinglar. Yana ikkita Chimkentdan kelgan mehmon. Mana bitta o'zing ichib ketasan yo'lda maza qilib. Chimkentgacha yetadi. Uyinggacha bemalol xo'plab ichib keturasan. Ke, bu Qobil, senga 5 baqa ukam, malades. Ashdan boshlab ichib ketur uygacha. Baraka top. 5 baqa senga, 5 baqa. Qarsakinglar! Marhamat, joylaring keraklar. Qo'yinglar. Rahmat. Rahmat. Ana endi asosiy juda super priz deyiladi. Ulug'bek Rahmatulloyev, marhamat qarsakinglar. Guldiroz qarsak chalib qo'yamiz. Muxlislaringiz ko'rdingiz, eshitdingizmi orqadan turib nima bo'lganini? Juda ham xursand bo'ldim. Maza qildim. Qanaqa chiroyli muxlislar, qanaqa ashaddiy muxlis, shunaqa bir chiroyli qo'shiq aytishdi, shunaqa bir san'at yo'lini, ana Qobil degan bola shunaqa bir talantli bola ekan. Mana ko'zini yumib oldi, chaqaloqlarni eslab, o'zini tug'ilganini ham, raddomdan yotganini ham eslash shekilli shu. Qanaqa tug'ilganini, mana shu hammasini eslab, oxiri murod maqsadiga yetdi bola. Men o'shancha bilardim-da, Shukur aka, sizdagi hech kim olib bora olmasligini konsertda. Men shu Endi bilmadim. Bildim, siz bir boshqachalik. Mana endi super priz. Men aka Endi o'zingiz chaqiring. Ikkita agar xo'p desangiz, super prizimizda juda ham bir qimmatbaho sovg'a qo'yilgan. Mana ko'rsatinglar yigitlar. Homiymiz Sochная Dalinadan qimmatbaho oxirgi zamon televizori, menimcha qarsak chalib qo'yishga arziydi. Mana shu televizorni qo'lga kiritadigan mana ashaddiy muxlisim kim ekan? Noto'g'ri gapirasiz. Oxirgi zamon televizori deysiz. Hozirgi zamonaviy televizor deng. Oxirgi zamon cho'chitordingiz endi. To'g'ri. Shunga aka, shu Shukur aka, kimni chaqiramiz? Mana shu endi o'zingiz xohlaganingizni chaqiring. Mana shu yerdan ikkita insonni chaqirsak-da, san'atkorlardan chaqiramiz. Nima deysiz siz? Men bilmadim. Siz chaqirsangiz shular mana shu toshni olib berishadi. Keling mana Lola. Bitta guldiroz qarsak chalaylik. Lolachka. Va do'stim Halima. Halima o'rta. Bitta qarsak chalib qo'yinglar, keling. Bitta ozg'in, bitta to'lar. Lolachka, marhamat. Hali ham qo'ldan o'sha. Kelinglar. Endi qopni hali topadi, chunki bunisiga Lolachka. Lolachka mana shu ichida tosh bor, eng baxtli muxlisga chiqadi shu yutuq. Bittasini siz, bittasini Halima. Qo'lingizni tiqasiz yoqqin. Oling, bittasini xohlagan. Qani ko'rsatingchi. Ko'rsatib qo'ying. Nechinchi raqam bo'lgan? 23-qator. Wow! 23-qator joyini Halimaxon aytadilar. Xali o'zingdan. Xali o'zingdan. Yaxshi. Yaxshi aralashdi. Halol bo'lsin. Qani? Qo'ling, olib bittasini Xali, qo'llaring. Hamma duo qilyapti, o'zi bittayu nimasini duo qiladi. Ber. Qani nima ekan bu necha? 81-joy. 23-qator. 81-joy. Bormi? 23-qator 81-joy. Biletingiz bilan keling iloji bo'lsa. Bormi? Voy. Yo'qmi? 15-qatordagilar aytayapti, yo'q deb. Bormi? 23-81. 81 yo'qmi u yerda? Ko'chada bo'lish kerak, qarab qaranglar. 81-qator yo'qmi? Joy. Boshqa olish. Keling undan. Mayli. Endi mana shu halolligi shunda. Aynan shu odamlar bilsin mana shu narsa haqiqiy ravishda bo'layotganini. Chunki 23-qator homiymiz Sochная Dalina. 23-qator 12-joy. Mana endi bu bor. 23-qator 12-joy. Chiptaning egasi chipta bilan lifta keling, iltimos. Keling, tez keling, tez. Bormi? 23-12 keling. Men chiqing bu yoqqa, chiqing. Kim bor? Ana ko'rdim. Keling, bir chiroyli qarsak chalib qo'ysanglar, surpriz. Juda bir oliy tarzda, juda bir baxtli odam ekanlar. Keling, siz opamisiz? Kela qoling tez. Yoki yoshdan chiqarib yuboring, bitta ham qizingiz kelgan bo'lsa. Chiqarib yuboring bittasini, yoshroqini, tez yuradiganini. O'zi sekin kelgunicha konsert tugab qoladi. Opa, keling. Qizingizni kimdir chiqaring. Keling, bir qarsak chalib qo'yamiz. O'tkazib yuboringlar.
Iltimos o'tkazib yuboringlar opamizni. Keling opa. Juda bir ajoyib tarzda qarashvaring Ulug'bekjon. Chipta bilan chiptani qarang. 23-qator 12-joy. 23-qator 12-joy. Keling. Qarsak chalib qo'yinglar. Juda hayajonlanyaptilar. Qo'llari qaltirayapti. Hech o'ylagam shu sahnaga chiqaman, shu sahnada turaman. Ulug'bek bilan shukrlana oldida turaman deb o'ylaymidingiz? Xayolingizga kelmagan bu narsa. Bular kim? Ha? Qizingiz, baxtli bo'lsinlar. Nechta bilet olib? 7 ta bilet olib chiqdingiz menga? Men bittasini ko'rsating, 23-qator 12-joyni ko'rsating bo'ldi. Mana 23-qator 12-joy. O'zingiz tanishtiring. Muhayyo. Qayerda? Yunusobodda. Yunusobodda. Nima ish qilasiz Muhayyo? Uy bekasimi? Uy bekasi. Salomat bo'ling. Bolalardan nechta? Bitta o'g'il, 3 ta qiz. Bitta o'g'il, 3 ta qiz. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Uyga borib, mana shu televizorni qo'yasizda, choy ichib, maza qilib, Ulug'bekni ko'rasiz. Vaqtingiz bo'lsa, meni ko'rasiz. Undan ham vaqtingiz bo'lsa, qolgan ko'rsatuvlarni ko'rasiz. Shu televizor sizga sovg'a. Ulug'bekni qaysi ashullasini yaxshi ko'rasiz Ulug'bekni? Nima bo'pti? To'yini bo'pti-da, to'yga deyman. Ha, to'y bo'ptimi ya sizga? Baxtli bo'lsinlar. To'yini mana, to'yini baxtli bo'ling. Ha. Yashang. Ana to'yini baxtli bo'ling. Qo'sha qaring. Oling mana televizorni. Kuzatib qo'yamiz. Olib borib bering. Olib borib bering. Olib borib bering. Joylarigacha. Shukur aka, mehmonlarimizni joylariga kuzatib qo'ysak. Lovichka Halimaxonga bir guldiroz qarsaginglar, hurmatli azizlar. Rahmat. Spasibo. Rahmat berib. Chipta qolib ketdi-yu. Mayli, chiptalari kerak emas. Keling, olib ketaylik, bo'ldi. Sog' bo'ling. Ana endi siz san'atingizdan bahramand bo'lamiz endi. Albatta. Shukur aka, sizga kattakon rahmat. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev kuyladi. Qarsaginglar.